rostdan chiqarkan tobag'ini. Mitilarka faqat ko'zdagi, labdagi kosmetikalarni artish uchun butun yuzni artishga emas, kameraga qarab qiyshiqonlar qilib tashlaganimni sezyapman. Ko'zda tegan, dodlab o'rgandir. Mitilarkada yuzni artgandan keyin yuvish kerak. Uchiga chiqish bu xuddiki yuzinglarni sovun surib, sovunni qotirib, keyin ustidan tonalka surib yurishga o'xshaydi. Ani $100 $200 tonalka olishadi-da. Nimaga meni yuzim sizga keltiramayapti? Qanaqa tonalka surasiz? Nimaga bizaniki bunaqa bo'lmayapti? Meni yuzim sizga keltirish uchun mana 50 milliy maskangizni o'zini ishlatsam bo'ldimi? Shuni o'zida yaxshi bo'lib ketadimi deb kelishadi. Maskani maqtayman sizlarga deb qo'limni qisib oldim. Ana ugri-pugrilarni ham enasini ko'rsatib yuboradi. Maskam qora bo'lsa ham qalbim juda ham oppoqqina, momiqqina, yumshoqqina. Voy, chiqmali o'zini narsalarni reklama qilyapti-da. Yana hamma narsani aqllichilik qiladi deydiganlar iltimos yozmanglar menga unaqa. Foydasi yo'q. Men bir tinga ham olmayman unaqalarni. Bu maska yuzingizda qotgandan keyin gazeta bir 5-10 minutdan keyin yuvib tashlaysizlar bo'ldi. Yuzingiz silliq va mayin bo'lib qoladi. Biz yuzimizga qora narsa surib, zato qalbimizni oppoqqina qilib yuramiz-ayu, ichi qoralar, usti ham yag'ir bo'lib yuraversin.